Qat. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi brifingda biz Raqobat qo'mitasi tomonidan reklama bozorini tartibga solish sohasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot beramiz. Raqobat qo'mitasi vakolatli davlat organi sifatida 2024-yil va 2025-yilning o'tgan davrida reklamalarni joylashtirilishi, tarqatilishi bo'yicha jami 45 mingga yaqin, jumladan televideniyada 650 dan ortiq, radioda 450 ga yaqin, tashqi reklama vositalarida 36 mingdan ortiq, bosma nashrlarda 350 dan ortiq, internet va ijtimoiy tarmoqlarda 7,5 mingga yaqin o'rganishlar o'tkazgan. O'rganish monitoringlar natijasida 17641 holatda quyidagi yo'nalishlarda reklamada kamchiliklar aniqlandi va ular tezkor bartaraf etildi. Jumladan 185 ta holatda noqonuniy reklama axborotlarini tarqatish faoliyati bo'yicha 150 ta dori vositalari, biologik faol qo'shimchalar va boshqa preparatlarga oid reklamalar, shuningdek 2137 ta o'rganishlarda 337 ta savdo va umumiy ovqatlanish obyektlarida taqiqlangan mahsulotlarga, jumladan tamaki, alkogol, elektron sigaret, pivo va boshqalar tegishli reklama axborotlarida kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi aniqlangan. 452 ta obyektda o'tkazilgan o'rganishlarda tashqi reklama obyektlari, konstruksiyalari, me'moriy va tarixiy madaniy obidalar, arxitektura yodgorliklarida joylashtirilgan 10 ta reklamalarda ularga nisbatan tegishli choralar ko'rildi. Raqobat qo'mitasi tomonidan reklamaga oid aniqlangan huquqbuzarliklar yuzasidan 200 ga yaqin subyektga nisbatan tegishli tartibda moliyaviy sanksiyalar qo'llanildi. Shu bilan birga respublika hududida faoliyat ko'rsatuvchi turoperatorlar tomonidan internet va ijtimoiy tarmoqlarda tegishli litsenziya va ruxsatnomalariga ega bo'lmagan holda umra tadbirlarini tashkil etish bilan oid 27 ta turoperatorga nisbatan moliyaviy sanksiyalar qo'llanildi. Umra tadbiri haqidagi reklamani to'xtatish va kelgusida takrorlanmasligi yuzasidan ko'rsatmalar berilgan. 16 ta turoperatorlarga nisbatan reklama axboroti, reklama to'g'risidagi qonunchilik talablari buzilish holatlari tasdiqlanib, mas'ul bo'lgan mansabdor shaxslar ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Nomuayyan doiradagi iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish maqsadida ovqatga qo'shiladigan biologik qo'shimchalar va oziq-ovqat qo'shimchalari reklamasini nazorat qilish bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligining 150 dan ortiq holat bo'yicha ekspert xulosasi olingan va amalga oshirilgan ishlar natijasida 103 ta holat bo'yicha kamchiliklar bartaraf etilgan. Raqobat qo'mitasi tomonidan noqonuniy reklama axborotini tarqatgan 90 ta veb-saytni bloklash bo'yicha belgilangan tartibda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga so'rov yuborilgan. Bundan tashqari, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ijtimoiy tarmoqlarda estrada yulduzlari, sportchilar, blogerlar tomonidan noqonuniy reklama qilish holatlari bo'yicha belgilangan tartibda huquqiy baho berish uchun 25 ta so'rovlar yuborildi. Reklama beruvchilar tomonidan taqdim etilgan reklama eksizlarini amaldagi qonun hujjatlari talablariga muvofiqligi yuzasidan 305 ta ekspertiza va tahlillar o'tkazilib, ularning 81 tasi bo'yicha reklama to'g'risidagi qonunchilik talablariga nomuvofiqligi bo'yicha xulosalar berilgan. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tomonidan bu boradagi tizimli ishlar davom ettirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.